grim qilishni o'rganayotgan qizlar, sizning har kuni qilayotgan grimingiz qat'iy o'zingizning xohlagandek bo'lmayotgan bo'lsa, qo'rqqan har bir grimingiz o'xshashlan bo'lib qolib qolsa, degan bir grimni olib keldim. Qiynaq emas, ham shunchalik oddiy, sizning har qanday vagonga mos keladi, har qanday yangidan grim qilishni o'rganayotgan qizlarni qo'rqmay oson qilib ketalaysizlar. Shunchalik tafsiliy holatda olib keldim. Grimning qismini qolib qolsa, ya yiyang. Bugungi grimni qilmagan qizlar rostlam armonda qolsalar uchun ish qilib shunchalik tafsiliy holatda olib keldim. Eng avval grimdan burun o'xshashlan bizning metonlarimizda qolamiz. Bugungi taqaydigan metonimiz bo'lib qolsa, ko'kka mayilroq meton qizlar bir xil xush holatni chiqarib beralaydi. O'xshashlan metonni og'iz ochgandan keyin ichidagi mavi ikkita narsani ilib, ana dekin metonni mushning ustiga qo'yib olamiz. Anki ko'zlarni ichib ko'zlarni taqib olsanglar shunchalik oson holatda taqildi qizlar. Qaranglar. Ko'zlarni meton taqib vaqtinglar uchun ko'zlarni beklab qo'yishib ketmanglar, hamda qo'rqib ketmanglar. Bo'lmasa meton ko'zlarni tushtiradi. O'xshashlar metonni ustiga suv silkayotgandan keyin mavining ustiga ilib, ana dekin ko'zlarni yo'g'an ichib va yoki menda joqtaslar o'tib qo'ygan usul bo'yicha metonlarni taqib olsanglar bo'ladi. Qaranglar, shunchalik oson usulda metonlarni taqib olsanglar. Metonimiz taqib bo'lgandan keyin qo'llarga shu boshqa ko'ngilda yuzanglar berib olsanglar bo'ladi. Yuzanglar bergan vaqtda yana o'xshashlar fuyan qilib bermay, chuqur ko'p holatda beringlar. Anadaki men o'xshash yuz terisi ancha-muncha kafin bo'lib qolgan, aniki ancha-muncha yuz terisi qurg'oq qilib yana bir qayta berib olsanglar bo'ladi. Anadaki yuz terisi qurg'oq qizlar qo'limizdagi tetishon berib olamiz. Navbat tetishon bo'lmay qolsa, o'zinglarning ishlatgan juyalarini berib olsanglar bo'ladi. Biz odat oson kafin bo'lgan yerlarga berib olsanglar bo'ladi qizlar. Bo'lib mush burnlarning atrofiga kafin bo'lib qolmishlar, cho'yaltiga holatda sindirib berib olinglar. Qo'llarga findigan berishdan burun yuzanglarga shu bilan juya tetishon yerlardan berib bo'lgandan keyin qizlar, yuzanglar menda tutsanlar bir xil yumshoq holat keldi. Mushu vaqtda analikin o'zinglarning qo'liga findigan pasanglar bo'ldi. Degan ishlatilgan findirimiz bo'lib qolsa, yazilgan transfer findiyasi qizlar. Eng avval qo'llarga bo'lamdi va yoki mushning ustiga bo'lamdi, qo'yib olsanglar bo'ldi. Men findiga ketibdi. Eg'izni ichib ham ishlataylik. Nochur sepaga vaqtda mushunday choylabga usul qo'yib berib olsanglar bo'ldi. Bugungi grimni qilgan vaqtinglarda qizlar findiga chuqur o'zinglarning terisi bilan mos keladigan findiyalarni tanlanglar. Ana degan qo'limizdagi nam va yoki quruq bulutlar findirimiz urib sindirib olamiz. Findiyani berib bo'lgandan keyin o'zinglarning jongansi mushunday holat kasb bo'ldi qizlar. Findirimizni berib bo'lgandan keyin qo'llanadiki mana o'xshash 7 sayxon bo'lib qolsa, 7 sayxonni pasanglar bo'ldi qizlar. Bo'lib bu mana 7 sayxonni mush yangidan grim qilish o'ynayotgan qizlar cho'qim ap qo'yish tegishli deb o'ylayman. Chunki ba'zi sayxon berishmay uxlatmaydigan qizlar cho'qim mushlar 7 sayxon berib ishlasanglar, mushni girmalarni texnik yaxshi qilib ketalaysizlar. Eng avval mush 7 sayxonning ichidagi mavrangni olamiz. Ankin ikki anglimizga qopig'imizning quyruq tarafga Ankin peshonamiz, burnimizning uchi, enkimiz deganda yerlarga berib olamiz qizlar. O'zinglar rasm topinglar. Ankin qo'llarga bulut va yoki mana o'sha cho'tka bo'lib qolsa, cho'tkada urib yeyib olamiz. Cho'tkada mushta cho'tkalab yeyib olsanglar bo'ldi. Mana cho'tkalarni qo'ysanglar cho'p, findirlarni qat'iy munda so'rab ketmaydi mana cho'tkalar. Qaranglar. O'zimizning 7 sayxonlarimiz berib bo'lgandan keyin qizlar, qo'llardan mushu tilian yeb bo'lib qolsa, o'zimizning menjonlardan tilian qilib olamiz. Tilian qilgan vaqtlarda pek ko'p berib o'tmay, mana ustiga cho'qimani ustiga yozib sirayotgandan keyin pastirib qarab, o'zimizning legosi, ankin faliman, og'zimizning cho'rsi, enkimiz, peshonamiz, ankima ko'zimizni ostirib, moya Mashagim cho'qim berib olamiz. Qo'llarga mana o'sha kichik fon bo'lib qolsa, mushu fon bo'lar urib sindirib olsanglar bo'ladi. Qo'llarga mana o'sha shangtou sho'rongpida qizlar, o'zimizning sho'rongni sizib chiqarib olamiz. Sizga vaqtlarda qishonlarning ost tarafidan kichik siyarpidan birini sizib olamiz. Mayzama o'xshash. Ana lekin burnlarning uchidan bu yarpidan birini sizib, o'ttirdan tiz siziqdan birini sizib olamiz. Ayki mana ich tarafga ishtirok qilib qo'lqa yarpidan birini chiqarib olsak bo'ladi. Lekin o'zinglarning qopig'ining quyruq tarafini ozroq berib olsanglar bo'ldi. Buni qilishimizga maqsad ko'zlarning ichki tarafga shu so'qib beradigan shu bo'lsa intayin yaxshi.
Masalan, mushunga o'xshash cho'tkalar bo'lib qolsa, cho'tkalar mushuni trade holatda, mushuning o'zining o'rniga urgan holatda sindirib olamiz. Yüzümüzge sho'run, sayxon, anadagi mush tilam degan narsalarni berib qo'ygan ekan, qo'limizga dingjong pong'oda bir shiqadan berib o'tamiz. Anadagi mush dingjong pong'imiz quruqcha qizlar filming basanlar bo'lmaydi uchun bumuz kaf bo'lib qoldi yuz tirama. Keyin qo'llardagi filmingda dingjong qilib olamiz. Yana o'xshashlam qizlar dingjong paq qilgan vaqtlarda mana ichida elib qo'llarni bir qatam berib o'tgandan keyin tozbek yurgan qilayotgan degan anadagi ost tarafdan ust tarafga dingjong qilib olsanlar bo'ldi. O'zinglarning tijonsini bitirib bo'lgan ekan qizlar qashsiz o'ta ketdi. Qishinglarni mushu ya yijong qilgan vaqtlarda yeshilmay chiqib qolib qolsalar, mana o'xshash mushu dingshingo bo'lib qolib qolsa, dingshingda eng avval qishimizni bir qatam cho'tkilab olamiz qizlar. Cho'tkilgan vaqtlarda ust tarafga qaratib cho'tkilamiz. Bunda qavaqlarda qaranglar, o'zinglarning qishining tal-tal oldida tatib chiqdi. Dingshingda qishinglarni qopib olgan ekan qizlar, anadagi men qo'llardagi mushu qashqalam bo'lib qolib qolsa, qashqalamda mush o'zinglarning qishini bo'ylab qishlarni sizlasanlar bo'ldi, qaranglar. Mush o'zinglarning qishning orliqida. Masalan, men qarasanglar, mening qishim yo'q. Mush qishlar yo'q yalarni, kimyalarni sizib chiqarib olsanlar bo'ldi. Mana qaranglar, o'zinglarning qishning shaklini sizib chiqarib olsanlar, bek payz chiqarib olaysizlar. Lekin ana keyin qo'llarga shenzong zirga megoda ustiga bir qatam shol qo'yamiz. Qaranglar. Qishlarni sizlarga ustiga chiqatga yalab boqasam, mana shu sho'rong, shangpo sho'rong bilan ichidagi malkilarni qizlar ust tarafdan sekvasanlar bo'ldi, orqa chiqatga yalani. Qishimizning shaklini sizib qilib qo'ygan ekan qizlar, qo'llarga sho'rongni ilib, mavu, sal sustroq rangni olgandan keyin o'xshashlar mushu sho'rong shada. Anki bu yerdan biz sho'rongni sizlarga ya'ni iznalab, yana bir qatam chashon qilib olamiz. O'xshashlar mush qishlarning ostidan siyar bilan birasiz olamiz. Anadagi mana o'xshash kichikroq sho'rni olgandan keyin o'xshashlar mushrangni ilib, birinizning ustidan VRP. Anki o'tirdan tezsizlikdan birasiz olamiz. Anadagi mani ich tarafga turgan talsiz chiziqdan birasiz olamiz. Qaranglar, bunda holatda. Mezim o'xshash. Qo'llarga yana bir tal pakus cho'tkani ilib, mana ichidagi yag'onsini ilib, yag'ondan olgandan keyin burnimizning uchini qilib olamiz qizlar. Anadagi burnimizning o'tirsi. Tuzimizning oldi degandek yerlarni hamma telian qilib olamiz. Qo'limiz bo'lgandan keyin qo'limizdagi yengpani ilib, yengpan ichidagi hammadan sirani olgandan keyin mana o'sha azroq yurib qizlar. Qopig'imizning oldi tarafdan orqa tarafga berib olamiz. Chunki biz bayatda qopig'imizning orqa tarafga 7 sayxon berib qo'ygan uchun shunga yengpan berishning hojati yo'q. Faqatlamsh oldi tarafga azroq berib, oldidan orqa tarafga yurgan qilib olsak ham bo'ldi. Keyin qo'llarga yana bir tal takizroq cho'tkani ilib, mavsal qiynoqroqdan olgan keyin osti qopig'imizning quyruq tarafidan oldi tarafga azroq yetib olamiz. Anadagi burnimizning uchi qo'yilgan holatda mushaying panoramani berib olsak bo'ldi. Mavza tumroq shishishon ilib, anadagi mavning ichidagi maqinoqlarni azroq olgan keyin mana ustiga azroq berib yetib, o'zimizning sharjisini sizib chiqaramiz. Sharji silg'a vaqtlarda o'xshash usulda o'zinglarning osti kirpining yiltizdan bo'ylab orqa tarafdan oldi tarafga yurgan qilib olamiz. O'xshashlar mushrangni ilib qo'limiz azroq yetayotgandan keyin qarsanglar o'zimizning mav ostida bir siziq va siziq bo'ylab o'tarimizni sizib olamiz. Qanday ekan qizlar sho'rpaning ichidagi mav rangda o'taning sirtqi chiqatga yalani telian qilib olamiz. Sho'rpa ichidagi mav yag'on rangni ilib mana o'xshash kichik cho'tka bo'lib qolsa, cho'tkada o'zinglarning o'tasini ko'zinglar yumib turib, o'zimizning o'tasini telian qilib olamiz qizlar. Keyin qo'llarga kirpiklarni ilg'anasida kirpiklarimizni egib olamiz. Akka vaqtlarda eng avval ich tarafdan bir egib, andan keyin ust tarafdan yana birini egib olsak bo'ldi. Kirpiklarimizni egib qilib bo'lgandan keyin saqlab o'ldirmay tez suratda qo'llarga vaqtda tadi qilib olamiz kirpikimizni.
Tüye yalğan kirpikka mavxil menja chiqqan mavxil yalğan kirpikni chaplaymiz qizlar. Andan keyin yalğan kirpik taplash uqmaydigan qizlar hozir diqqat qilinglar bo'ldi. Mushunga o'xshash niyasida yalğan kirpikni yirtizdan avvaldan keyin o'zimizning ko'z kirpigining osti tarafiga chaplab olamiz. Men bir doda qizlar 4 tal chapildim. O'zinglarning ko'zining cho'ng kichikligiga qarta kirpikni nechta tal chaplashni qaror qilsanglar bo'ldi. Qaranglar. Ana degan qizlar o'zimizning osti kirpigiga mavxil yalğan kirpikni chaplaymiz. Shajimoni, mavxil shajimo bo'lib qolsa menja chiqqan shajimo. Osti kirpigimizni chaplagan vaqtda qizlar mushta jazo ayvog'andan keyin ana lekin mush past tarafga qarab turib o'zinglarning shajimosining usti tarafiga chaplaysizlar. Chaplagan vaqtlarda qizlar orqa tarafdan oldi tarafga o'zinglarning ko'zining cho'ng kichikligiga asosan chaplasanlar bo'ldi. Men mush orqa tarafdan oldi tarafga 4 tal chaplab oldim. Ana keyin chaplagandan keyin o'zinglarning qo'lidagi yenshambi bo'lib qolsa, yenshamida o'zimizning yenjosini sisib chiqarib olamiz. Ko'zinglarning oldidan chaplagan yalğan kirpiklarning oldi tarafga olib olsak bo'ldi. Ana keyin past tarafga qarab turib o'zimizning yenjosini ajrab chiqarib olamiz. Chiqargan yenjoni oldi tarafga chaplagan osti kirpigimizga olib olsak bo'ldi. Lekin hozir o'zimizning yenshan sizsiz olaylik qizlar. Yenshan sizga vaqtlanadimi? Mush quyruq tarafdan üst tarafga azroq tatib, ana keyin üst tarafdan past tarafga tushirib olamiz. Lekin o'ttirini to'ldirib olsak bo'ldi. Mana, yensalarimizni sizib qilib qo'ygandan keyin qizlar mavu qiynoq rang iliq o'xshash mavu chizganlar. O'zimizning mana o'sha sho'yampining olib qolsa, sho'yampining orqa tarafdan azroq bunda qala tatib chiqarib olsanglar bo'ldi qizlar. Lekin mushunda qala siz olsanglar qizlar o'zinglarning yenjons axirlashgan bo'ldi. Ana keyin mavu sayqorani ilib ichki anglimizga berib olamiz. Ob'yam 7 sayqon berib qo'ygan, lekin uni ustiga azroq chashim qilib berib olamiz. Inkimiz burnimizning ichi degandek yerlarni berib olamiz. Ana keyin mavrani ilib mayib burnimizning o'rta tarafga, ust tarafga. Men azroq qala berib olamiz. Ko'p berib aytmanglar qizlar. Qiynoq qilsa shinzang bo'lib qoldi. Lekin mana o'sha kichik bo'lib to'xtab qolsa, qo'llarga sho'rongdan ichidagi yog'on soda tilan qilib olamiz. Men to'g'ri. Mushunga o'xshash qizlar, umumiy jon qilinglar va yoki jichor jon qilinglar. Bu tilan degan narsa komqos bo'lmaydigan narsa qaranglar. Nishonimiz. Planlarga kunshanbidan eg'izimizdan shaklinsiz olamiz qizlar. Mana o'sha eg'izning shakli intayin kichik qizlar, cho'qqim kunshanbida mushunga o'xshash eg'izlarning shaklinsizini o'rganinglar. Fikrimiz maskaga lo'si chiqqan ko'hni sekib olamiz. Ana lekin quloqlarda cho'nyoq bo'lib qolsa, lo'si rangli cho'nyoqda istagan bir qatim chashin qila olamiz. Qizlar quloqlarga mavu shiji shop bo'lib qolsa, mavshozda mavu qovg'onda burnimizning ichini telan qila olamiz. Qaranglar, mavu qovg'on payzi qizlar. Lazım qizlar boshbatga do'konimda bashara osonlar bo'ldi. Dumpa beka qolsin. Lekin ko'zimizdan uch taraf. Ko'zlarning uchun telan qilgan vaqtda amal bor, kichik telan qilinglar. Lekin kamar chiqib misol, shunga o'xshash kichik shoz bo'lib qolsa, kichik cho'tkalar telan qilsanglar, payz chiqadi. Bir tal cho'tka ilib, peshimizdan ostidan telan qilamiz qizlar. Shu bilan qizlar bugungi yayjon axirlashdi. Yangidan kirim qo'shib o'ynagan qizlarni shunchalik oson qilib ketalaysizlar. Ammo biz fashirimizni almashtirib olaylik. Even if I try to leave, you'll find the words to make me stay. This relationship's not the same. Tell me, boy, am I just a game?